Assalomu alaykum. Demak, bugun bizda X-Media podkastimizda mehmon 8 yillik tajribaga ega doktor Mahliyo. Qizlarda, yoshi katta ayollarda bo'layotgan o'zgarishlarga ularning turmush o'rtoqlari qanaqa qaraydi? Nima deb o'ylaysiz? Yoshi kattalar, kichkinalar emas. Endi hammada har xil. Ko'pchilik yoshi katta ayollarini, erlarini o'zi olib keladi yoshartirish uchun. Ha. O'zlarini xotinlarini olib kelib, masalan, labini qildirtiradi yoki yuzini qildirtiradi, ajinli tushgan bo'lsa, mezali, kokteyllar uchun o'zligi olib kelib, protsedurani qildirishadi. Yonida ham turib turarlar, shtobi og'riq bo'lsa, batershka beraman deb. Bunaqa erkaklar borligi yaxshi, lekin yomon tarafdan qaraydiganlari ham hech uchraganmi? Mijozlaringiz ichida? Yomon tarafda ham bo'ladi, birga ham. Endi kosmetologiyaga borsa, ayolim juda go'zallashib ketsa, ko'chaga chiqsa hamma qaraydi deb o'ylaydiganlar ham bo'ladi. O'shaning uchun ko'pchiligi ruxsat ham bermaydi. Ruxsat bermagandan keyin eri dam olishga ketgan vaqti Yashirin kelib, yashirib qildirib ketishadi. Bu ajoyib holatlar bo'lganmi? Noodatiy nimadir bo'lganmi? Ish faoliyatingiz davomida 8 yillik. Noodatiy. Esingizdan chiqmaydi masalan, hech qachon esingizdan chiqmaydigan nimadir bo'lganmi? Umuman bo'lmagan. Hamma narsa tabiiy, stabillik ketadi sizda. Eng yoshi katta kelgan mijozingiz? Eng yoshi katta 65-70 yoshlarda. O'zlari kelgan yo farzandlari olib kelishgan? Farzandlari olib kelishgan. Farzandlari. Mana shu narsaga farzandlar qanaqa qaraydi onalariga? Masalan. Agar qiz farzandli bo'ladigan bo'lsa, o'zligi olib kelishadi. Oyijon, yuzingizni qildirib olaylik, ajinlar tushib ketibdi, ajinlaringizni ketkazaylik yoki-da tug'ilgan kunlari bo'ladigan bo'lsa, sovg'a sifatida qildirishga olib keladilar. Masalan, yoshi katta, даже 65-70 yoshli ayollar ham labini qildirgani kelishadi. Chunki yoshi katta bo'lgan sari lab kichrayib, ichkariga kirib ham nitka ko'rinmay qoladi. O'sha narsani yoshlikni qaytarish deydimi? O'shaning uchun olib kelib qildirishadi. Yoshlardachi? Yoshlarda eng yosh mijozingiz necha yosh bo'lgan? 16 yoshda bo'lgan. Ular o'zlari kelganmi yo onalari olib kelganmi? Unda onalari olib kelganlar. Labini qildirish uchun olib kelganlar. Labi kichkina bo'lgan juda ham, qizi blogerlikka qiziqayotgan bo'lgan, bloger bo'lish xohlayotgan bo'lgan. O'shaning uchun onasini o'zi olib kelib, qizimning labi kichkina bo'lib qolgan, shu kichkina chiqqan. O'shani kattalashtirib, chiroyli forma qilib bering, bloger bo'lyapti, videoga tushganda labi o'ziga yoqmayotgan ekan deb olib kelganlari bo'lgan. Bu qanchalik tabiiylikka yaqin? Tabiiylikka yaqin, если unaqa bo'rttirib yormasdan chiroyli qilib, akkuratniy qilib yursa. Men ko'pchilik patsientlarimga lab qiladigan bo'lsam, aytishadi, hech kim sezmadi, bilmayapti, eslasini turibdi, даже qilinganligini bilishmayapti. Erim ham bilmadi deb keladiganlar bo'ladi-da. Da, tabiiy qilganim hisobiga. Kimdirlar keladi, ishirib yoradi, bo'rttirib yoradi. U doimiy bo'lib turadimi? Qanchadir vaqt davomida sizga kelib turish kerakmi u narsaga? Если agar labini qildiradigan bo'lsa, 6 oyda yoki 1 yilda bir marta kelib qildirib turishadi. O'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Bu narsani agar aytadigan bo'lsak, qanchalik soxta? Qanchalik soxta? Qanchalik soxta desak, 100% dan oladigan bo'lsak, qanchalik foiz soxta desak bo'ladi? 20%. 20%. Qolgan 80% tabiiy demak. O'zi bu hozir ayollarimizga, qizlarimizga kerakmi shu narsa? Talab bo'lyaptimi? Talab juda ham yuqori. Kim tomonidan bo'lyapti talab? Ayollarning o'zi tomonidan yoki erlari, yigitlar? O'zi tomonidan ham bor, erlari tomonidan ham bor. Chunki 50-50. Erlarni o'zi ham juda xohlashadi shu labini qildirganni. Даже bitta patsientimga labini qilib berib yuborganimda, u eriga yetmasdan birinchi kelgan. Keyin eri babirga ham komandirovkadan kelgandan keyin bilib qolgan, keyin unga yoqqan eriga qildirgani. Keyin 2 oydan keyin o'zi sal kichriganini ko'rib, erini o'zi olib kelib, pul berib, qilib bering. 0.5 qilgan ekansiz oldingi gal, bu gal bitta qilib bering, shu kamlik qilyapti deb o'zi olib kelib qildirganlari ham bor. Hech bir qaynonalar tomonidan janjal bo'lganmi kelinlar kelgan? Endi kelinlar kelsa ham qaynonasiga bildirmay keladi-da, aytadi, meni profilga qo'ymay, storyga qo'ymay, qaynakalarim, qaynopalarim ko'rishadi, qaynonam ham ko'rishi mumkin, men yashirib keldim deb. Bunaqa holatlar ham bo'ladi, biz qo'ymaymiz. Qaynonalar unaqa ko'p payqamaydi. Mentalitet tarafidan qanaqa qaraysiz bu narsaga? Mentalitet tarafdan endi babirga ham hamma o'ziga qarab chiroyli bo'lib yurishi kerak. Hamma qizlar doimiy chiroyli bo'lib o'ziga qarab, o'rinda yurishi kerak. Kim qanaqa qaraydi masalan? Xohlasa qildiradi, xohlamasa qildirmaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, voy tabiiylik kerak, bu qildirsa soxta bo'lib qoladi, xunuk bo'lib qoladi. Ular bilan aralashmayman. Xohlasa qilib beraman, xohlamasa qilmayman.
Go'zallik majburlashyapti. qurbonlik talab qiladi, go'zallik. O'zi asosan kimga kerak bunaqa oddiy ayollar ham qildiradi deb aytdingiz, to'g'rimi? Asosan kimlar ko'proq keladi oldingizga? Televideniya, kamera bilan ishlaydiganlar, to'g'rimi? Salonchilar ko'proq keladi. Ha, Salonda salonchilar. ishlaydiganlar, kosmetologlarning o'zlari ham keladi. И blogerlar juda ham ko'p kelishadi, videoga tushadiganlar. Ha, ha, ha. Instagram Asosan ommani oldiga chiqadiganlarga ko'proq kerak. Bironta model bilan ham ishlaganmiz. Ular adashmasam bunaqa narsa tekshiruvmi nimadir bo'ladi modellarda. Shunaqa ishlaganmi? Da, modellar bilan ham ishlaganman. Modellar ham keladi. Menga bitta model kelgan, ular faqat 05 olib ketganda, menda mumkin emas Ha, ularda. lab qilish, ularga tabiiy bo'lishi Ha, kerak, shunaqa ko'proq tabiiy tekshiruv. bo'lishi kerak. O'shaning uchun deb 05, 03 dan sekin-sekin qildirib, o'zimniki deb yurgan modellar ham bor. Ha, mana aytyapsiz-ku, mana bellashuvlarda, mana modellarnikida iloji boricha tabiiylikka qarab eng go'zal ayol, dunyoning eng go'zal ayoli belgilanadi. Nimaga mana shu talablar borgan sari tabiiylikka oshib boryapti-da, ayollarimiz bu tarafga qarab yurib ketib qolishyapti. Endi o'sha o'zida nekomfort tug'dirayotgan bo'lsa, balkim shunaqa ish qilyapti. Bu narsani men to'g'risi aniq bilmayman. Ha. O'zingizni fikringiz tomonidan gapiravering, masalan. O'zingiz shaxs sifatida. Ko'pchilikda asimetriya bo'ladi labida. Gapirganda tortadi, qanaqadir yonga qarab, labida ham balkim yuzida ham bo'ladi shu narsa. O'shani to'g'rilatish uchun ham kelib Ha, bu demak foyda beradi o'sha narsaga. Foydali tomonlari ham bor. Masalan, bo'rttirmasa, естественно qiladigan bo'lsa foydali. Ko'pchilik o'zi labi chiroyli bo'lsa ham, normal oldin qilingan bo'lsa ham ustiga kelib yana qo'ydiraveradi, u to'xtan qoladigan. Zararlari nima bu? Zararlari bormi? Zararlari agar yaxshi preparat bilan qiladigan bo'lsa, tabiiy narsalar bilan qiladigan bo'lsa, unda zarar yo'q. Mutaxassisga borish kerak, aynan. Mutaxassisga borib to'g'ri tanlansa, unda zarar yo'q. Hozir ko'payib ketdi-ku. Ha. Ketsa bo'lmaydi. Demak, hurmatli ayollar, qizlar, agar sizlar xato qilishni xohlamasangiz, sog'lik uchun albatta eng qimmati shart emas, shunchaki mutaxassisga 8 yillik tajribaga egasiz. To'g'ri mutaxassis tanlash eng muhimi, to'g'rimi bu sohada? To'g'ri. Yana aytib o'tdingiz, o'ziga bo'lgan ishonch ayollarda shu narsaga bog'liqmi? Samatsenkada shunga bog'liq. Qanchalik o'zgaradi, seziladimi sizga? Masalan, boshida Seziladi, kelganda albatta. g'amgin kelib, keyin 3-4 marta kelgandan keyin o'zgargan, o'ziga ishongan, ruhan baquvvat bo'lib ketadimi? Даже protsedurani tugashi bilan shu narsa bo'ladi. O'zini ko'rib oynada shunaqa xursand bo'ladi. Bo'ldi dedi, endi men labimni bo'yamasdan ham даже bez makiyaj yuraman dedi. Shu bitta lab qildirgan vaqtda yoki full face qildirgan vaqtda yuz 6 oy davomida shunaqa yaltirlab qoladi. Даже yuzni oddiy yuvgan holatda ham yaltirlab turadi. Ularga ham shu samatsenkani zo'r beradi. Ular xursand yurishadi keyin. Hozir sizda bor, bir vaqtning o'zida yuzni ko'tarib beradigan full face muolajangizga nima deya olasiz o'zingiz? Ko'pchilik buni yomonlab chiqyapti, masalan. Hozirgi kunda juda ham katta tema bo'lyapti mana shu botox full face muolajam. Momentalniy effekt beradigan. Hamma kosmetologlar даже profillariga, istoriyalariga qo'yib, bunaqa narsa yo'q. Sodda xalqim aldanmen, bu narsa aldayaptilar sizni. Momentalniy botox ishlamaydi. 2 haftadan keyin ishlaydi deb juda ham ko'p gaplashyapti. Yaqinda bitta kosmetolog ustozim bilan gaplashganman deb istoriyalariga jon qo'yib tashlagandi. Meni videomni yuborgan o'sha bitta patsientga momentalniy ishlagan joyimni postga qo'yganim, o'shani yuborib ustozidan so'ragan. Nimaga bunda shunaqa ko'tarilyapti deb ustozidan so'rasa, u ustozi gapiryapti. Bular aldaverishadi, sirazi nitlar, fillerlar qilib tashlaydi yuziga deb. Yolg'ondan faqat bu botox effekti deb chiqazib beradi deb. Men endi jin emasman-ku, kelgan patsientga ham botox, ham nit qilsam, ham filler qilsam deb o'sha full face narxini olib, unaqa narsa emas deb menda momentalniy ishlaydi. Yana u kosmetolog gapiryapti, meni ustozim juda katta ustoz, ular mышцаларni prям zo'r biladigan ustoz. Ular doktorlar, ular ham aytayapti, bu narsa fanda ham isbotlangan. Momentalniy botox full face lifting bermaydi deb gapiryapti. O'sha fanni bo'lmasa men buzdim deyapman-da endi. Yangilik olib kirdim. Yangilik olib kirdim. Конечно, bu narsa momentalniy bo'ladi. Mana oldimga kelgan hamma patsient ko'ryapti, lekin buni ko'rgan kosmetologlar juda ham shokka tushyapti. Bu narsa nimadan bo'lishi mumkin? Qanaqasiga ko'tarishi mumkin deb. Ular endi o'qib, o'rganib bu narsaga уже yetib borisha olmagan kosmetologlar-da. Men to'xtamasdan o'zim ustimda ishlab turadigan kosmetologman. Ko'p men chetlarga chiqib o'qib kelaman, Koreyalarga, Moskvalarga borib juda ham ko'p o'qiyman. O'zimni ustimda juda ham ko'p ishlayman. O'shani hisobiga yangiliklarni olib kirgan vaqtim shunaqa qarshiliklar ham bo'ladi kosmetologlar tomonidan. Koreyada qancha vaqt bo'lgansiz?
Koreyada oktyabr oyida ketganman, noyabr kelganman. U yerda o'sha malaka oshirish uchun, o'rganish uchun Bir oy. borib keldim. Bir oy emas, shu bir hafta bo'lganman, bir hafta davomida. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, ularda ko'pchilikning yuzi tiniq bo'ladi. Yigitlarda ham, qizlarda ham. Sababi nima? U dengizga yaqinligimi yoki ularda mahsulotlar tozami? Yuzi tiniq bo'ladigan men ko'rganim, endi hammasida ham prям tiniq emas. Lekin ofitsiantlarini shundoq ko'ramiz, hammasi lekin qilingan yuzlari, hammasi plastik operatsiyalar qilingan, даже burunlarigacha qilingan oddiy ofitsiantlarniki. Yuzlari shu darajada yaltillayapti, yuziga yog' surib olganmiz deb o'ylaydi-da ko'rgan odam. No, endi ularda ham dengiz bor, ovqatlanishi, dengiz mahsulotlari, yod yetarli darajada, D3lar ularda yetarli bo'ladi, ularda, ham домашний uходlari yaxshi, u yoqda kosmetikalari juda ham yaxshi Koreyada, o'shaning hisobiga ham yuzlari prям tiniq yaltillab turadi. Meditsinaga qanchalik aloqasi bor bu sohani? Kosmetologiyami? Kosmetologiya meditsinasiz hech narsa emas. Meditsinasini biladigan kosmetolog bo'lsa, unda zo'r. Если meditsinani bilmagan kosmetolog, men kosmetolog deb hisoblamayman. O'zini aytmagani yaxshi. Iste'dod kerakmi yo xohlagan odam 8 yil yoki 10 yil o'qisa baribir bo'lib chiqadimi? Yo talant, iste'dod bo'lish kerakmi bu sohaga ham? Talant, iste'dod bo'lishi ham kerak, обязательно. Endi meditsinani o'qigan odam hamma ham kosmetolog bo'lib chiqmaydi. Hammaning o'zini yo'nalishi bo'ladi. Xohlab agar o'zi masalan qiziqadigan bo'lsa, kosmetologiyaga ham yana shogird tushib, keyin o'rganib, keyin kosmetolog bo'lsa bo'ladi. No, talantga juda ham bog'liq, chunki men ko'p shogird chiqazgan vaqtimda o'zini unaqa qiziqishi bo'lmagan odamlar unaqa ko'tarib keta olmaydi o'zini. Agar qiziqishi ko'p bo'ladigan bo'lsa, juda tez ilib oladi, juda tez ishlaydi, ishi ham chiroyli chiqadi. Xalq tilida aytganda yengiltak yoki testosteroni past bolalar deganda. Kosmetologga borib, yuzini torttirib, kerak bo'lsa labini ham qildiryapti-da bolalar. O'sha bolalar sizda ham bo'lganmi? Hech qanaqa qaraysiz o'zi unaqa bolalarga? Yaxshi qaramaysiz, lekin qanaqa qaraysiz? O'zi men bolaga umuman muolaja qaramayman. No, yozishadi. Menga ham labni qilib bering deb bir ikkita yozganlar bor. Bolalar yozadi labni. Endi u bolalar emasdir-da. O'sha. Shunaqalar yozganlar bo'lgan. Arosatda qolib ketganlar. No, bolalar ham yozib turadi. Chiska qilib bering, yuzimni ko'rib bering, davolab bering, ugri chiqyapti yoki dog' tushyapti, sochim to'kilyapti, qarang, meni qilib bering deyshadi, lekin men bolalar bilan ishlamayman, o'shaning uchun qabul qilmayman, yozsa ham javob bermayman. Yozishadi, sizlar qasamyod qilgansizlar-yu, doktorsizlar-yu. Sizlar ham qasamyod qilasizlarmi? Xohlaganimni yuzimni davolashga qasamyod qilaman. Yo'q, meditsinada baribir qasamyod qilinadi-ku, doktorman. Shu hamma doktorga, hamma kasallarga qarashga shunaqa aytishadi, siz qasamyod qilgansiz-ku, nimaga meni hozir qabul qilmayapsiz? Qasamyodni buzyapsizmi deyshadi. Ular yig'lab oladi faqat. Endi kosmetologiya baribirga ham bolalar bilan ishlashni yomon ko'raman. O'zi shunaqa bolalarga nima degan bo'lardingiz? Agar muolaja qildiradigan bo'lsa, bemalol borsin, qildirsin, hayot uniki, e'tirozim yo'q. Bolalar ham baribir o'ziga qarab yurishi kerak-ku. Хотя бы chiskalar qildirib berish kerak. Хотя бы yuzini. Lekin labiga yo'q. Labga mumkin emas. No, endi lab, yuz unaqa chiroy uchun qilish kerak emas, просто estetika uchun yuzini tozalab, chiroyli bo'lib yursa bo'ladi. Bugun siz bilan bo'lgan suhbatdan xursandmiz. Kerakli maslahatlarni oldi deb o'ylaymiz, ko'rib o'tirganlar. Albatta, kosmetologiyaga qiziqmaydigan inson ham bu podkastni ko'radi, chunki qiziq suhbat bo'ldi. Keyingi suhbatlarda ko'rishgunimizcha, keyingi podkastda o'zingizga qanaqa daraja qo'ygansiz? Qaysi darajada siz bilan ko'rishib yana suhbat qilamiz? Sir bo'la qolsa, o'shanda aytaman nimalarga erishganimni. Tez orada Botox Full Face momentalniy lifting beradigan muolajamiz bo'yicha onlayn обучениemizni qilamiz. Tez orada u ham o'sha start beramiz. Uzoqdagi kosmetologlar kelib o'qimayotgan kosmetologlar onlayn обучениеda ham bemalol o'qib o'rgansa bo'ladi. Yaxshi, rahmat. Bugun sizni ushbu podkastda ko'rganimizdan xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat hammaga.